Ben senga nima dedim? Yo'qol bu yerdan. Tur dedim. Ukam. Tinchlikmi, nima haydayapsanmi bolani? Aka ko'rmaysizmi? Gadoga o'xshab har doim kiyim so'rab keladi tekinga. Undan ko'ra ko'chaga chiqib pul topsa, o'zini puliga kiyinadi. Bich. Qani ukam, yurchi. Qanaqa kiyim olmoqchisan? Ol. Rostmi? Ovur ukam. Xaridorga qarab oling ukam. Xo'p bo'ladi aka. Ko'ring aka, qaysi sviterlarimizdan beray? Mashinada. Xo'p aka. Kakras rangi ham sizga mos, chiroyli turadi aka. Keling aka, shimlarimizni ham ko'ring. Har xillardan bor. Hozirgi trendda bo'lgan shimlarimiz. Sifati zo'r aka. Bu mana shu yoqda. Kakras siz razmeringiz 34 aka. Ha? Keling. Qanaqa? Ana kiyimlar qara yarashganni. Ana endi siqqina yurasan. Bor endi uyingga ketur ukam. Ismingizni bilib olsam bo'ladi, ha? Ismimni nima qilasan ukam? Yaxshi ishlarga kirib pullarim ko'p bo'lib ketsa, sizga ham shunaqa kiyim boshlab berish uchun ismingizni bilib olay deb o'tirdim. Ismimni qo'yavering. Odamdan yaxshilik qoladi. Boring ukam. Aka, siz juda katta savob ish qildingiz. Savob ish haqida siz menga aql o'rgatmang. Amana olib qoling. Aka, bu yerda ko'p-ku. Qaytimiga shunga o'xshagan qiynalib qolgan bolalar kelib qolsa, kiyintirib yuborasiz. Bo'ji, o'xshadimi? Vafshi zo'r o'xshatding. Odamni rahmini keltirib yubording. Klient kelyapti. Tayyormisan? Ha.